Abror Muxtor Ali o'z zamonasining haqiqiy qahramoni. Bu vatanning ravnaqi uchun bir qarasang otarchilar bilan urushgan, bir qarasang siyosatchilar bilan. Xalqda qaysiki shovqin ko'targan muammo borki, uni tagidan Abror Muxtor Ali kelib chiqyapti. Xabaringiz bor, bir necha oy oldin Kun.uz ko'tarib chiqqan masala Gulira'no muammosiga ham Abror Muxtor Ali va nihoyat aralashdi. Meni nima qilib ko'rmasdan, tanimasdan turib butun internetda ma'lumot beryapsiz. Sizni qilgan ishingiz to'g'rimi? Men ma'lumot bermayapman, fikrimni bildiryapman. Men sizni aslida himoya qildim. Agar aqlingiz xushingiz joyida bo'lsa, sal bundoq fikringizni jamlab o'ylasangiz, Abror Muxtor Aliga tashakkur. Ulamomiz Gulira'noni o'ylab shu gaplarni gapirgan ekan. Bu blogerlarimiz hech tushunmayman, negativ yozishdan nariga o'tmadi-da. Hattoki trillionlagan ma'lumotlar bazasiga ega sun'iy intellekt ChatGPTga siz biror savol yozsangiz-da, u bilmasa sizga qarada, kechirasan do'stim, menda bunday ma'lumot yo'q deb keltirib beradi. Lekin Abror Muxtor Aliga har qaysi sohadan savol bersangiz ham shu kungacha men bilmayman degan javobni bermadilar. Kamida o'sha sohada professor darajasida ilmi bor inson bo'lib chiqyapti. Shunday ulamoni qadrlamasak, kimni qadrlaymiz axir? Osonmas bu sahna uzra turmoq. Kimda haq, kim nomardligini anglamoq. Allohga qasamki, kim firib qilsa, chin dunyoda andin eshak sarbalandoq.